Barchaga salom. Bu o'quvchimiz Robiya listeningdan 8,5 oldilar. Bu o'quvchimiz Farruh readingdan 8,5 oldilar. Ikkala o'quvchimiz IELTSdan 7,5 olishdi. Keling ular bilan suhbat qilib, aynan International School nima bilan yordam berganini so'raymiz. Birinchidan men Internationalda OB filialida taxminan 1,5 yil o'qidim. Butun mana shu vaqt davomida menga eng katta yordam bo'lgan narsa bu meni o'qituvchim Messi Varani talabchanligi. Chunki ular har kuni menga har xil material, listening, readingdan materiallar chiqarib berardilar. Bu menga juda ham katta yordam bo'ldi. Yana ular har doim meni disiplinada ushlab turardilar. Siz IELTS Center'da mock ham topshirganmisiz Internationalda? Necha marta topshirgansiz? 3-4 marta. 3-4 marta. Qanchalik yordam berdi sizga? Birinchi marta topshirganda 5 yoki 5,5 olgandim. Men oxirgi marta topshirganimda 6,5 olgandim. Mana o'quvchimiz Robiya IELTSdan 7,5 oldilar. Bu ham juda ham katta natija. Endi esa Farruhbek o'quvchimizdan IELTSdan 7,5 oldilar. Xo'p, listening 8,5, reading 8,5. Juda ham yaxshi natija. Farruhbek, aynan International sizga nima bilan yordam berdi? Qanaqa qilib bunaqa natijaga erishdingiz? Menga International bitta eng katta bergan afzali bu malakali ustozlar bo'ldi. Ya'ni mana asosiy ustozim Miss Elina. Ular menga har doim motivatsiya berardilar va ayniqsa reading seksiyada juda ham zo'r maslahatlar berganlar. Va ikkinchi eng katta afzalligi bu CD mock ekzamenlar. CD ni eng katta afzalligi siz mock topshirganingizda, asosiy IELTS ga kirganingizda o'sha shu atmosfera bilan tanish bo'lasiz. Va tanish bo'lganingiz uchun sizda stress ham kamayadi va shuning uchun yaxshi natija ham ko'rsata olasiz asosiy imtihon paytida. Robiya International School'dan sizga cashback. Tabriklaymiz. Farruhbek International School'dan sizga cashback. Tabriklaymiz. O'quvchilarimiz Robiya va Farruhbekka o'xshab shunaqa katta natijalarga erishmoqchi bo'lsangiz, albatta International School'ga keling va yuqori natijangizni olib keting. Ko'rishguncha.